Hozir 15-kvartal outletda o'tganda o'ng qo'lda hokimiyat qarab ketishda o'ng qo'lda 2 xona 3 xona qilib qo'yilgan 3-etaj 4 etajkali domimizdan. Shuni kirib yashaydigan gilam, parda, konditsionerlar bor, akvariumlarga narsa qo'yilgan skvozniy variantli kvartiramizda. Gruba 50 kvadrat, dokumentda 49,8 kvadrat. Arzon narxda kanalida 57.500 dollarga obzor qilib beramiz, pastdagi egalarni qoldiramiz. Podez eshigimizda podez eshigimizni ochib ko'rsatamiz, mana podezlar toza turibdi. Bu yerda 3 ta kvartira bor. To'g'rida chap qo'lda bitta bor. Kirganimizda chap qo'lda hojatxonasi. Undan o'tganda svet kuyib qolgan ekan, sanozinglar. Mana kundalik kiyiladigan kiyimlarni qo'yish mana joylari bor. Kirganimizda kattakon zal ko'rishlaringiz mumkin. Yangi gilam to'shab qo'yilgan, chiroyli pardalari bor, 12 talik artel konditsioneri bor. Bundan o'tganimizda oshxona, kuxnya, balkonga chiqqan bu detskiy xona qilib ishlatsa bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'yasiz. Bu yerda 1,5 ga 6 razmerli kattakon balkonimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hovlida mashina qo'yish uchun joylari bemalol. Katta akvariumlar qo'yilgan. Bundan o'tganda ota-onalar yotoqxonasi o'zi 2 xona 3 xona qilingan variantlar bular. Turishiga bemalol 450 dollarga arendaga qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu yerga mягкий mebel, televizor, ya'ni bir ikki narsa so'ra xolodilnik mayda-chuylar qilib bemalol 500 dollarga mana bunday qo'ysalaringiz bo'ladi. Uzoq muddatli lokatsiyasi yaxshi hisoblanadi. Kuni kecha hozir 56 ming dollarga so'rashyapti juda ko'pchilik, lekin berilmadi oxirgi unaqa qilganda. 57.500 dollar taqilgan narxi. Bu narx chiroyli narx hisoblanadi. 3-etaj 4 etajkali domimizdan. Arzon variantlarni o'tkazib olmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Chilonzor metrodan to'g'ri kelganda Farxatskiy bozor bor. Undan o'tganda Uchtepa outlet, Cho'ponota masjidi. Mana shu yerda lokatsiyasi yaxshi joyda, orqa kvartalda maktab bog'chasi bor. Undan o'tganimizda Bog'ot Shamol parki, Murod Buildings qurilyapti mana. Soy bo'yi loyihasi. Bog'ga ham juda yaqin joyda. Lokatsiyasi umumiy yaxshi joyda joylashgan. Bozor, metro bir qadam.